Qani meni narsalarim. Necha marta aytganman shu dokumentlarimni yig'ib olib qo'ygin deb turib. Jonimga tegdi. Anta meni bittasi kutib o'tiribdi o'zi. Kelsin kerak. Nimaga qaramaysan? Shotga soldim adasi. Qani shotga solgan bo'lsang? Hozir beraman. O'zi borib to'ydirib yubording meni. Be'tiborliging mana shunaqa qiliqlaring bilan. Jonimga tegdi sen bilan mana bunaqa yashash. Qachongacha gapiraman men? Toqib ketyapman o'zi senga har safar gapirib. Muhammad Amin. Bu yoqqa qara. O'tesiz top. Xo'p. Tanam uylandim o'zi bunga. Ha? Nima bo'lyapti? Jonimga tegdi bunaqa xotin bilan yashash. Nimaga uylandim o'zi bunga? Har safar aytaman bunga, "O, qo'ygan narsamni olib qo'y darrov, oyoq tagida yotmasin" deyman. Mana hozir meni dokumentim yo'q. Oyi, anti ketishim kerak, bitta odam kutib o'tiribdi uy tagida. Necha safardan beri bitta gapni qaytaraman. E'tiborli bo'l, farosatingni ishlat deb. Charchab ham ketdim o'zi mana shundan. Bola, Allohdan qo'rq. Bu hali yosh bo'lsa, 18 yoshida senga olib berdimi? Nima? Bu erga tegib ko'rganmidiki? Sen o'zing qo'ygan talablaringdan ortig'ini bundan kutsang, shunchalik tajribali bo'lishni istasang. Nimaga 40 ga kirgan, bitta ikkita er ko'rib ajrashgan, erga qanaqa muomala qilishni bilgan, qaynotasiga yaxshi munosabatda bo'lgan, senga itoatni zo'rini qilib beradigan ayolga uylanmading? Bu qiz endi o'rganyapti. Endi shu xonadonga moslashyapti. Boshqa xonadondan yangi xonadonga keldi. Ularning uyida boshqa sharoit. Bizning uyda ro'zg'or, tutun boshqa bolam. Ota-onasini, hamma yaqinlarini bitta sen uchun tashab kelgan. Shuni bilasanmi? Eri qo'yniga qanaqa qarash kerakligini, unga qanaqa itoat qilishligini endi o'rganyapti-yu bolam. To'g'ri. Bu narsalarni ota-onasidan ko'rib o'rgangan bo'lish mumkin, lekin amalda bu narsalar qilinsa, sekin-sekin tajribasi ortadi. Xotiningdan nolima bolam. Endi 18 yoshga to'lgan qizni olib berganmiz-ku senga. Ayolga tog'dek talablar qo'yishga uyalgin. Uni ham shu uyga moslashishiga imkoniyat yaratib ber.